Quyonchalarimiz ham zotlik ancha bular ham o'zgarib qoldi. Bular ham hammasi quyilga o'rgatilgan. Bular qo'rinchasi tegan qorong'ida joyi video ola olmayman. Bular oyoq taglarini ham toza qilib, mana o'tlardan qurigan samon xohlasangiz, mana quruq o'tlardan tashlab tozalab turasiz. Bular oyog'i toza bo'lish kerakda. Bular shunday yuzini nima qilib o'tiradi, tozalab o'tiradi. Shu har xil mikrob nima qilmasligi kerakda bularga. Hammasi tozalik bilan. Bu kasal bo'lmaydi quyon. Faqat toza bo'lmasa, ana shu o'zini nimasidan o'zi zaharlanadi, kasal bo'ladi. Mana shu suvni toza qilib qo'yasiz. Mana shuni ichadi. Menda maslahatim shu. Quyon boqishni maslahat beraman. Hamma zotligimi, xashakimi, uyni quyonimi, go'shtkami farqi yo'q. Faqat toza saqlash kerak ichini. Mana o'tlarni chetkamda toza qilib qo'yaman. Yeb o'tiradilar xohlagan paytlari. Suvi oldida turish kerak. Jonzotga mehr berib qarash kerakda. Mehr bersangiz, o'zi yaxshi rivojlanib ketaveradi o'zi. Kundan kunga rivojlanib, ancha nima bo'lib tetiklashib ketaveradi. Bolalar ajralib, onasidan mana bu yoqqa men sizlarga aytgan edim. Bitta quyonim deb, katta quyonim bu bitta zotlik, bu ham. Mana shu ham oz qoldi, xudo xohlasa. Ona quyonimizga ana oyoq ostlari toza, bedasi oldiga qo'yiladi, taglari toza, suv quyilgan toza. Mana shu uy sharoitida toza saqlash kerak quyonni ham. Xudo xohlasa kataklarim tinch nima bitib qolsa, keyin bularni hammasini joylashtirib olaman, ajratib.